Kvartiraning hovli uyga nisbatan bir minusi bor. Bilasizmi nima? Videoni oxirigacha kuzating va muammo bilan birga sizga yechim ham beramiz. Sizdan esa bitta like bo'lsin. 58 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan, gaz, svet, suvdan muammosi bo'lmagan, aslida 2 xona 3 xonaga aylantirilgan ushbu kvartira sotuvga qo'yildi. Hujjatlari joyida bo'lgan xonadon 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Qo'shnilari yaxshi, bemalol kirdi chiqdi qila olasiz. Ko'rib turganingiz uy ichidagi hamma narsa kelishuv asosida sizga qoladi. Endi sizni muammoyingiz yechimiga kelsak, mashinamni qayerga qo'yaman deb uy olish fikridan qaytayotganmidingiz? Hech ikkilanmang. Ichiga bemalol Malibu'ni sig'dirsa bo'ladigan garajni qulf kaliti bilan uy egasi sizga bermoqchi. Narxini aytsam, $22,500 baholanyapti. Ekrandagi nomer orqali bog'lanaverasiz. Manzilimiz esa Axunbabayev massivi, Do'konal, Abdurahmon Jomiy ko'chasi, 7-uy. Bonusiga garaji beriladigan kvartirani kimga ilinsangiz, videoni shu insonga albatta jo'natib qo'ying.